Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sıdık Ruzi Washington'dan sözleyimiz. Bu yıl eçildiğin 20 devlet yığınının nöbetki taşkı İslam ministerleri yığını müşahapta eçildikken, bu yığın Amerika Qo'shma Shtatlarının devlet işlakatı Antony Blinken qatnaşıyordu. Andın Jungo'nun 20 devlet yığına qatnaşıdığanlığı bu her yıla bar iş. Gap hazır Jungo'nun taşkı İslam ministeri Wang Yi Amerika Qo'shma Shtatlarının devlet işlakatı Antony Blinken bilen görüşüdü degan şunak bir haber. Bugün bunu vatandaşlarga leksiya qilib so'zlaymiz. Bundan keyin Angliya Harbiy istihbarat 5. boshqarmasining boshlig'i bilan Amerika Qo'shma Shtatlari Federal tekshirish idorasining boshlig'i Christopher Wray Londonda Angliya 5. boshqarmaning Londondagi ishxonasi yoki binasida birleşme notuq sözleş faaliyeti ötküzüldü. Hem bunun münasebetliği andın bugünkü vaziyet degenimizde Angliyanın veziri yoki sabık veziri bugün etdigende Washington vakti saat 8'de vezirlik Angliyaga vezirlik vazifesinden istifa verdi. Boris Johnson vazifesinden istifa verdi. Endi bundan keyingi bu ishning dunyoda bo'layotgan zo'r voqealar ko'rishadigan ta'siri nima? Onu aldığımızda görüşümüz mümkün. Vatandaşlıkken Boris Johnson bu 3 yılga yaqin vaqt ichida bu 3 büyük ishni tamamladi desa bo'lar. Lekin buning birisi tamamlanmagan bo'lsa garchi Ukraina meselesinde qattiq maydonda turib keldi Rossiyaga qarshi. Ondan keyin Angliyaning Yevropa İttifaqıdan chiqib ketishini g'alabalik holda oyoqlashtirdi. Ondan keyin bu oraliqdagi virus, yuqumliq virusdan g'alabalik holda tutib chiqdi Boris Johnson. Endi buning sabablari toza oydin emas, nima uchun istifa berdi? Lekin bir zo'r xabar sifatida vatandaşlarga yetkazdik bugün. Endi leksiya mandaq birinchi leksiya. Devlet işlakatı Antony Blinken yaqinda Jungo'ning tashqi ishlar ministeri Wang Yi bilan ko'rishdi. Amerika Jungo'ga eksport qilishni boshqarishni kengaytirdi. Mavzuli xabar 7 ayning 7 kun Van Meteor bitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari va Jungo ikki taraf mundaq dalilladi. Jungo Kompartiyasi Davlat Mahkamasining a'zosi tashqi ishlar ministeri Wang Yi bilan Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar Antony Blinken 20 davlat guruhi tashqi ishlar ministerlari yig'ini mezgilida yig'in oralig'ida ko'rishdi. Yana boshqa bir xabarda mundaq oshkorlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati Jungo'ga eksport qilinadigan tovar mallarni boshqarish tadbirlarini kuchaytirishni planlayapti. Tayvan vaziyati hamda Hong Kong, Xinjiang, mustamlika Uyg'uriston kishilik huquq masalasiga ergishib, kun sayin jiddiylashayotgan Amerika Jungo munosabati yana bir qatam jamoat fikrining qiziq nuqtasiga aylandi. Universal matbuotlar munda xabar qildi. 20 davlat guruhi yig'ini Indoneziyada ochildi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi 7 ayning 5 kuni bayonot e'lon qilib mundaq ko'rsatdi. Davlat ishlar Antony Blinken Jungo'ning tashqi ishlar ministeri Wang Yi bilan yuqori darajaliklar yig'ini mezgilida ko'rishdi. Jungo aloqador taraflar 7 ayning 6 kuni bu ko'rishni dalilladi. Amerika matbuotlari oshkorlab mundaq ko'rsatdi. Qisman tamojdan bejini amaldan qoldirib davlat ichidagi pul paxollig'ini
hal qilish masalasini Prezident Joe Biden hukumati mushu hafta qaror qildi. Lekin Amerika-Jungo har ikki taraf tamojna beji masalasi Amerika-Jungo ikki taraf yuqori darajalik amaldorlar uchrashishining kun tartibida bormi yo'q? Bu to'g'rida bayaratda bir nima deyilmadi. Amerika amaldorlari mundaq ta'kidladi, ikki taraf yuqori darajalik amaldorlarning so'zlash doirasi intayin kam. Tayvan bo'g'ozi jiddiy vaziyatining harbiy to'qinishning mumkinligini o'rlatib etish to'g'risidagi ansirashlarga kelsak, tashqari dunyo bu qatimqi suhbatning texmi ko'p muqimlik olib kelishini umid qiladi. Ya'ni Davlat ishlar kotibi Antony Blinken Amerika Tashqi ishlar ministri Wang Yi Jungo ikki davlat yuqori darajalik amaldorlarining bu qatam uchrashishida muqimlik olib kelish, Tayvan bo'g'ozi to'g'risida muqimlik olib kelishini texmi ko'p umid qiladi tashqari dunyoda. Uningdan boshqa bu qatam Amerika-Jungo diplomatlari, ya'ni yuqori darajaliklarning suhbati Prezident Joe Biden bilan Rais Xi Jinpingning ko'rishishini ilgari suramdi yo'q. Tashqari dunyo kutib turmoqda. New York vaqt gazeti 7-6 munda xabar qildi. Amerika prezidenti Joe Biden hukumati navbatda Jungoga eksport qilishni boshqarishni kuchaytirmoqchi bo'layotdi. Aloqador tadbirlar o'xshash sherik davlatlarning buning ishtirok qilishini o'z ichiga oladi. Xabarda mundaq ko'rsatildi, bu Rossiya-Ukraina urushi boshlangandan keyin Amerikaning qo'lga keltirgan tajriba saboqlaridir. Jungo siyosatini belgilaganda Amerika amaldorlari texnikaning harbiy ishlarga ishlatilishiga diqqat qilib qolmasdan, ya'ni Jungo shirkatlarining davlat va bexatarlik aslahalarini qurish jihati majburiy emgakdan foydalanib, Xinjiang, mustamlika Uyg'uriston, Tibet qatorliq rayonlarda oz sonli millatlarni bostirish masalasiga diqqat qiladi.